Choy ichaylik. Voy, yer yuzida bitta erkak men qolganim yo'q-ku. O'sha yerda o'tirib turing. Qarang, siz birinchi choy qo'yib bering. O'tir. Bay, bu talash bo'lganimni marhuma onang ko'rmadi-da. Ushlab turing. Mana choy qarang, ota qarang. Qarang. Voy. Muhabbat choyi, mehr choyi. Dada. Ammangni choyi yarimi to'kildi mana yerga. Yarimi mana tarilgan ichida yotdi. Topganim quruq choy puli bo'ladi-yu. Mayli, qarang, yoqdi. Buni qarang, endi quygan choyning ustidan hassasini olib o'tyapti. Bu hassalar bilan qayerga bormagan? Men ko'rmasam shu hassani kuning ichiga bir botirib oladi. Ana, siz ham bir qo'yib bering. Oldin menikini iching. Men quyilishidan ko'rdim, tabim tortmayapti. Qo'yib bering. Qani. Voy, buni quyganni pataloqdan quysa ham og'zingga tushadi-da. Voh. Bo'ldi jonim, o'tiring. Oh. Juda bir ajoyib san'atlari bor, dada. Bir siz raqsga tushishingiz. Ota. Voy, keling. Assalomu alaykum. Voy. Hech mana shu xonaga olib kirmovdilaring-a? Kampirlar bozoriga xush kelibsiz mana. Tanlab oling. Tanlash imkoniyati bo'lsa yaxshi-da. Ota, o'tiring. Eng avvalo qo'ying, ota. Uydan uyingiz bo'lsa, navaradan navarangiz bo'lsa, kelinlar xizmatingiz qilayotgan bo'lsa, osh-ovqatingiz tayyor bo'lsa, kiyimlaringiz yuvilgan bo'lsa, kerakmas kampir. Qo'ying ko'p bo'lgani bilan muzlatkichingda 1 kilo go'sht bo'lmasa nima kerak bor? Nima qilaman u qo'ylarni? Birorta nabira kelib, kechasi oyog'imga qolib qo'ymasa, shom bo'lmay quyosh uyiga kirmay, hammasi uyiga kirib oladi, televizor bilan o'zim qolib ketyapman. Masalan, qarang, 3 mahal ovqat qilib beryapti. Yo kelinlar xafa qildimi? Ayting. Voy, men yemga tashalgan buqa emasman, men otangman. O'zi o't qopim bo'lmasa, 3 mahal ovqat nima kerak? Menga mehr kerak. Men mo'ylovda urushga ham qiynalib qoldim, qizim. Lekin onam bechora ham hech bir oyog'ingiz uqalaganini ko'rmaganmiz. Mehr bo'lgan lekin. Insonga ko'rsatib uqalamaydi-ku. Endi ota to'g'ri tushuning, mana yosh